Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun men sizlar bilan seksual patologiyalarni kelib chiqishida, bepushtlikni kelib chiqishida eng ko'p uchraydigan holat va uni diagnostikasi va davolash to'g'risida ikki og'iz gapirib o'tmoqchiman. Hech e'tibor bergan bo'lsizlarmi, yo'qmi? Mana shu oxirgi paytlarda semizlik ham ayollarda, ham erkaklarda juda ko'p uchraydigan bo'lib qolgan. Va hozir diagnostika qilish uchun erkaklarni yoki ayollarni umuman qornini o'sha tekshirayotganda aylamasini ko'ramizda. Ayollarda o'sha 88, erkaklarda 94 dan katta bo'ladigan bo'lsa, demak senda o'sha semizlik bor ekan, metabolik o'zgarish bor ekan deb aytamiz. Shu metabolik o'zgarishi hisobiga senda gormonlar o'zgarib ketgan va senda kelib chiqayotgan seksual muammolar ham, bepushtlikni ham sababi xuddi shunda deb aytamiz. Endi shu nima uchun bizda semizlik paydo bo'lyapti, nima uchun gormonlarimiz tushib ketyapti, buni qanday qilib quturish mumkin, qanaqa qilib yordam berish mumkin degan narsa bor. Mana yaqinda bir katta ilmiy shu maqola chiqdi. Shu ilmiy maqolada semizlikdan erkaklarda bepushtlik bo'lishi, unda seksual muammolar bo'lishi, ya'ni agar erkak kishi semirib ketganda bu spermatozoidlar o'zini funksiyasini bajarmay qo'yar ekan. Nimaga desa, o'zi asosan spermatozoid ikkita funksiyasi bor. Bittasi harakatchanlik funksiyasi, bu nima uchun kerak? Tuxum hujayrani oldiga kelish kerak. Eng asosiy funksiyasi bu tuxum hujayrani urchitish kerak. Ana o'sha semizlik bo'lgan paytda amorf o'sha plyonka deydi, parda bilan spermatozoidlarning usti yopilib qolar ekan. Va shu yopilib qolganning hisobiga bu tuxum hujayrani oldiga kelganini даже bilolmaydi, uni urchitolmaydi. Shuning uchun ham bularda ko'pincha bepushtlik bo'ladi. Keyingisi, sizda shu to'lali semizlik paydo bo'lganligini hisobiga sizda o'sha testosteron tushib ketadi. Sizdagi bo'lgan xohishlar, ayolingizga bo'lgan muhabbat, uni hurmat qilish, unga tortish degan narsa yo'q bo'lib ketib qoladi. Shuning uchun bugun eng oson diagnostika yo'li qorinni aylamasligini qarab turib, agar to'lali bo'ladigan bo'lsa, demak sizga davolash ishlarini olib borish maslahat beriladi. Biza yaqinda bir 50 dan oshiq bemorga dori berdik. Dexetol degan dorimizni, shu Dexetol dorimizni dan bo'lgan natijalar bilan sizlar bilan o'rtoqlashmoqchiman. Birinchi bo'lib, yog'larni eritish uchun sharoit qildirib beramiz. Bu erkak kishi ham, ayol kishi ham metabolizmi oshib, oza boshlaydi. Keyingisi, o'sha semirgan paytimizda 100% erkakda ham, 100% ayolda ham qonni ivish sistemasida o'zgarish bo'ladi, tromboz degan narsalar paydo bo'ladi. Ya'ni o'sha Dexetol ichiga biza metilfolat borligi uchun o'shani qon ivish sistemasini buzilishini tiklab beradi. Va O'zbekistonda hamma yoqda D vitamini juda defitsit bo'lgani uchun bizda hali men bitta bemorni ko'rganim yo'q. O'shanda agar D vitaminini qabul qilmayotgan bo'lsa, unda o'sha D urovini yaxshi bo'lganini, hammamizda juda past yoki o'ta past holati bo'lgan. Shuning uchun o'sha yerda D vitamini ham qo'shilgan. Eng asosiysi bizda shu alfa-lipoviy kislota deb aytamiz. Metabolizmni kuchaytirib beradigan, bir necha marta o'sha uxlab yotganimizda ham o'sha metabolizm kuchaytirib beradigan, metabolizm degani demak modda almashuvini tezlatib beradigan holat deydi. Ana shunaqa holatda dorini ichib olib uxlasangiz ham demak metabolizm sizda kuchli bo'laveradi va ko'rilgan natijaga erishishingiz oson bo'ladi. Yaqinda shu 50 dan oshiq bemorga o'tkazganimizda hammasida metabolik o'zgarish bor edi. Ayollarimizda polikistoz bilan birga o'sha semizlik holati bo'lgan, o'g'il bolalarimizda hammasida testosteronning sathi past bo'lgan semizlik holatida berdik. Hammasida o'sha 100%lik birinchidan o'sha vazni pasaydi va unda vazni pasayganning hisobiga testosteronni sathi oshgan va eng asosiysi
ularda o'sha spermatozoidlarni ichidagi bo'lgan o'sha amorf o'sha plyonka yo'qolib, bular uchishadigan holatga kelganligini o'sha testlarimiz orqali ko'rdik. Demak, sizlarga bugun aytmoqchi bo'layotgan narsam, siz bizdan bo'lishmoqchi bo'layotgan narsamiz, agar sizda bepushtlik bo'ladigan bo'lsa, seksual problema bo'ladigan bo'lsa va semizlik holati bor holat bo'lsa, siz uchun bugungi yechim Dexitol bo'ladi. Shu Dexitolni tarkibidagi dekstroinizitol, meinizitol va alfa-lipoviy kislota bilan birlashib metilfolat D vitamini sizdagi barcha muammolarni hal qilishga yaxshi yordam beradi va ko'zlagan natijaga erishishingiz mumkin bo'ladi. Yana men shu o'rin kelganda aytib ketmoqchiman. Ikkinchi preparatimiz Oximiax degan preparatimiz bor. Kimda kuchli o'sha semizlik bor-ku, lekin ham undagi o'sha bo'layotgan muammolar hammasi jinsiy yaqinlikka yaramaydigan bo'lgani uchun bu yerda kombinatsiya men ilgari o'sha nima bilan kompaniyam bilan gaplashganimizda kelishgandik. Ya'ni bizga organizmga ziyon qilmaydigan o'sha o'tlardan bo'lgan qo'shimchalarning hisobiga komplekt qildirib beraylikki, biza bepushtlik holatda bemalol bu dorini berib turib yoki seksual problema bo'lgan dorini berib turib hech qanaqa ziyon olmaylik deb Tangat Ali degan o'sha aktivniy biologический добавкani eshitgandirsizlar. Buni asosiy o'sha tarkibida o'sha Tangat Ali bor. Ikkinchisi bu yerda o'sha bizada paxotlivoy nimani kozol deb aytishadi. O'sha echkini ko'p o'zida haligi payshanbalikni talab qiladigan echki deb aytiladi. Ya'ni xohishi juda kuchli bo'lgan echkini o'ti deb gapiriladi. Tribulis bor yana yoki buni fitoandrogen deb aytamiz biz. Mana shu Tangat Ali bilan birga shu tribulis faqat erkaklarda emas, ayollarda ham agarda shunaqa gipogonat holat bo'ladigan bo'lsa, maslahat beriladi. Yana bitta qilgan narsamiz bu yerda shu tuxumdonni yaxshi ishlashi uchun, testosteronni ko'paytirish uchun sink kerak bizada. O'sha sinkka agar bo'ladigan bo'lsa, testosteron o'sha sink hisobiga ko'payadi. Sink bor bu yerda. O'sha bir emas, mana qarang, даже bir nechta o'sha qo'shimchani hisobiga bir nechta o'sha kerakli bo'lgan bizga natijani olish uchun harakat qilingan bu yerda. Shu sink testosteronni kuchaytirib beradi. Ya'ni Tangat Ali ham, o'sha tribulis ham, sink ham bu yerda juda kuchli bizga yordam beradi. Keyin ichiga biza selen deymiz, o'sha selenni qo'shtirilgan. Bu selen sizni zaharlanish, ya'ni biz agar tashqaridan garmon oladigan bo'lsak, mana sportsmenlar juda ham ko'p yaxshi bilishadi, cheska qilish kerak deb aytamiz. Cheska degani nima degani? O'sha zaharlanish yoki o'sha oksidant degan stress bo'ladi. Shu oksidant stresslarni tozalash kerak bo'ladi. Eng kuchli o'sha antioksidantlardan bittasi selen hisoblanadi. Keyin yana askorbinoviy kislota deb aytamiz, C vitamini qo'shiladi. Agar C vitamini bu boshqa aytadigan bo'lsa, hamma g'ishtlarning orasiga birlashtirib turuvchi degan rastvor bo'ladi-ku, xuddi shunaqa narsa. Agar askorbinka bo'lmaydigan bo'lsa, bular bittasi ham ishlamaydi, bog'lana olmaydi ham. Mana shu holatda sizga o'sha beradigan narsamiz Tangat Ali bo'ldi, sizga o'sha ta'sir qiladigan tribulis bo'ldi, askorbiniy kislota bo'ldi, sink bo'ldi va selen bo'ldi. Bularni hammasini sachtaniyasi eng kuchli ideal buket bo'lib, sizga o'sha semizlikda, bepushtlikda erkaklarga eng yaxshi vosita hisoblanadi. Men shu narsani agar sizda shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, Oximiax bilan Dexitolni birga qabul qilib, kerakli natijaga erishishingiz mumkinligi bo'lishini bizda o'sha aniqroq aytadigan bo'lsak,
53 ta bemorga shu natijani bergan bo'lsa, hammasida o'sha juda ham ijobiy natijalar olgani uchun bugun sizlar bilan shu haqda bo'lishishni o'zimga jazm topdim. Men redaktorlardan iltimos qilardim. Kompaniyani shu telefon nomerlarini bersanglar, kim biza chunki oldi sotdi bilan shug'ullanmaymiz, bizaga hech qanaqa aloqasi yo'q. Bizning vazifamiz shu ilmiy tekshirish qilib, ularni natijasini bilan sizlar bilan bo'lishish va redaktorlar o'sha kompaniyaning telefon nomerlarini berishsin. Kim agar shu bizani gapimizni lozim deb topiladigan bo'lsa, to'g'ri deb bilgan bo'lsa, shu telefon nomerlari orqali o'zingiz zakaz qilib shu dorilarni qabul qilishingiz mumkin bo'ladi. Kimga mumkin emas deydigan bo'lsangiz, agar siz ichganingizda hech qanaqa allergik reaksiya chaqirmaydigan bo'lsa, demak sizda buni sostavidagi bitta narsaga allergik hosil bo'lmaydigan bo'lsa, bemalol qabul qilsangiz bo'ladi. Qabul qilganda o'sha kamida 3 oy biz bemorlarga berdik. 3 oy ichida ham urug'larni yaxshi bo'lganini, ham ozganini biz guvohi bo'ldik. Sizda ham xuddi shunaqa holat bo'ladi degan umiddaman. Xayr, salomat bo'linglar.